ko'plab aytishadi. Partiya tuzdilaring 2 marta, qanchalar qamaldi, kaltaklandi, ishdan ketdi, qiynoqlarga qo'lanib akasi. Nimaga erishildi yoki erishdilaring deydi. Albatta bu masalani hodis tarixchilar bor, tahlilchilar bor, siyosatshunoslar bor. Albatta ular tahlil qilib, xolis fikrini aytish kerak. Aytar, kelajakda aytar. Lekin biz shu harakatning mamlakatda mana so'nggi 30 yil yoki qancha vaqtda maydonida, siyosiy maydonida bo'lmagan harakatning siyosiy harakatni qilganmiz. Shuncha yildan beri qilib kelyapmiz. Shuning uchun bizning ham nimalarga erishilganligini gapirishga haqqimiz bor. Birinchidan, o'sha biz 2020-yilda muxolifatdagi partiya tuzamiz deganda aholining aksar qismi, deyarli ko'pchiligi muxolifatni dushman deb qarar edi. Bugungi kunda qarasizlar ijtimoiy tarmoqlarda. Ijtimoiy tarmoqlar oyna. Mustaqil erkin matbuot, tarmoq. Hamma deyarli muxolifat kerak. Muxolifatsiz taraqqiyot bo'lmaydi. Muxolifatsiz raqobat bo'lmaydi. Muxolifatsiz korrupsiyani jilovlab bo'lmaydi. Saylov halol raqobatli bo'lmaydi. Mamlakat taraqqiy etmaydi. Va hokazo. Mana xalq shu biz 6 yildan buyon 7-yil maydonda faoliyat qilib, harakat qilib kelayotganligimiz uchun muxolifat do'st dedi. Shunday fikrga keldi ko'pchilik. Hech kim aytmaydi. Deyarli uchratmayman muxolifat dushman deb. Ha endi mamlakat ichkarisidagi hukumatparast blogerlar aytsa-mu, tashqaridagilar bilan urushib, so'kishib yotadi. Ikkinchidan biz aytdik-ku, 20-yilda barcha mamlakatimizdagi muammolarni, zulm, zo'ravonliklarni, muhtojlik, qashshoqlik, kambag'allik, ishsizlik, zulm, zo'ravonlik hammasini keltirib chiqarayotgan sababchisi, hosil qilayotgan bu yakka hokimlik tuzumi dedik. Shu tuzumni qonuniy yo'l bilan o'zgartirishimiz kerak dedik. 20-yilda darrov domla hukumatni ag'daraman, tuzumni yo'qotaman deyapti deb qo'rqib ketishdi. Eshitishmasdi. Yo mana bugungi kunda ko'pchilik tushunib yetdi, tuzumni o'zgartirishimiz kerak deb mana yozyapti. Yakka hokimlikda chek qo'yishimiz kerak deb yozyapti xalqimiz. Tushunib ketdi, chunki biz shu g'oyani bilan maydonda harakat qildik. Ijtimoiy tarmoqda emas birgina, maydonda xalqimizni tafakkuri o'zgardi, kengaydi. 2020-yilda biz ijtimoiy tarmoqlar chiqqanda hatto aytishar ediki, eshitishga qo'rqishar edi. Yo'q, mana biz siyosiy maydonga bo'lganimiz uchun muhokamalar nishoniga ham aylandik. Bizni muhokama qilib, bizni tanqid qiluvchi blogerlarni tashkil qildi hukumat. O'nlab tashkil qildi. Ayovsiz bizni muhokama qildi, tanqid qildi. Bloger jurnalistlar hosil bo'ldi. Shu jumladan hukumatparastlar, hukumat tashkil qildi. Biz siyosiy maydonda eganlik uchun albatta bizning o'zimizning ham o'nlab kanallarimiz tashkil topdi. O'nlab yigitlar tarmoqlarda, ijtimoiy tarmoqlarda kanallar tashkil qildi. Muhokamalar maydoniga aylantirdi. Mamlakatimizning ko'plab joylarida yoshi qarri ayoli erkaklar muhokama qildi, chiqib fikrlarini bildirdi. Biri u dedi, biri bu dedi. Mayli, kim nima deyishidan qat'iy nazar, mamlakatda muxolifatni muhokama qiladigan maydon paydo bo'ldi, tarmoqlar hosil bo'ldi. Odamlar gapiradigan bo'ldi. Mana bugun 2020-yillarda biz aytgan gaplarni bugungi kunda odamlar bemalol ko'chada, ko'yda, bozorda, mashinada yurganda, taksida yurganda aytib turibdi.
Men yaqinda ilgari Denovdiy vokzalining yaqiniga borganim ko'chada yakka hokimlikni shunday tanqid qildi. Va men shunday turdim. Mana odamlar qanday darajada. Bu zulm zo'ravonliklarning tepasida Mirziyoyev turibdi hammasini korrupsiyani dedi. Hamma eshitib turdi. O'sha yerdagilar. Ayoli bo'ldi, o'g'li bo'ldi yonida. Biz ijtimoiy tarmoqda, umuman jahon internet tarmog'ida nafaqat o'zbek segmentida, Rusiy zabon segmentlarida ham mana nastoящее время boshqalar muhokama qildi. Mana Amerikadan turib Human Rights Watch, xalqaro amnistiya va boshqa xalqaro tashkilotlar muhokamaga o'tdi. Mirziyoyevga o'sha vaqtda mana xalqaro qonunlar qattiq ishlayotgan vaqtga Birlashgan Millatlar Tashkilotining nufuzi yuqori bo'lganda xatlar yuborildi. Qancha rahbarlari maxsus ma'ruzachilari tomonidan nima qilyapsizlar bu muxolifatni deb, nega qiynoq qo'llayapsizlar deb, bas qilinglar deb. Mana qanday muhokama maydonlari hosil bo'ldi. Qancha blogerlar yetishib chiqdi. Qancha ijtimoiy tarmoqlar, akkauntlar paydo bo'ldi. Saylovlarda doimo mana shu qo'g'irchoq deyiladigan xalq tomonidan partiyalar ishtirok etib kelgan. Saylovlar doim odamlar o'rganib qolgan. O'sha onda-sonda xalqaro tashkilotlar kelganda deyalmagan, muxolifatsiz o'tayapti, raqobatsiz bo'layapti, saylovchilarga tanlash huquqi ta'minlanmayapti deb ayta olmagan. Sabab o'sha aytgan, marhamat mana ochiq partiyani tuzsin. Lekin xalq shu 5 ta partiya yoki 4 ta partiyadan rozi. Boshqa partiya tuzishi yo'q bu xalqni. Xohlamaydi. Mana shu 5 ta yoki 4 ta partiyadan faoliyatidan rozi, qoniqtiradi bu xalqni. Mana tuzsin, biz kimga xalaqit qilyapmiz degan. Chunki bu mamlakat ichidan birorta chiqmagan. Biz chiqdik. 21-saylovda ham mana mamlakat 23-yilgi saylovlarni ham, 24-yilgi saylovlarni ham, o'sha prezident va 21-23-yillardagi prezident saylovini, 24-yildagi Oliy Majlisga saylovini hammasini ko'rdilar. Hamma kuzatuvchilar. Saylovlar muxolifatsiz, raqobatsiz, saylovchilarga tanlash huquqini bermasdan anaqa saylov mana hamma joyga bayonot berdi. Chunki hukumat, Mirziyoyev hukumati mana bizni tajovuz qilgan, qiynoqlarga solgan hammasini o'sha bayonotlarda yozdi, ichkarida, tashqarida. Agar biz bo'lmaganimizda, maydonga chiqmaganimizda, oldingiday o'taverardi o'sha 21-yilgi prezident saylovi, 23-yilgi prezident saylovi, 24-yilgi Oliy Majlisga yo'q, xalqimiz mana 5 ta partiyadan rozi. Marhamat. Mana so'rang xalqimizdan derdi. Har qanday chiquvchi partiyaga katta yo'l bor, mana qonun derdi. Yo'q, xalqning o'zini mana shu 5 partiya qanoatlantiryapti. Rozi xalq shuni bilan derdi. Buma deyilmadi bu saylovlarda, chunki biz chiqdik maydonga. Islom Karimov davrida yangi partiyalar tashkil topavergan, masalan mana Vatan taraqqiyoti, fidokorlar va hokazo partiyalar tashkil topavergan. Har vaqt partiyalar yangilanib turgan. Ya'ni mana yangi partiya tashkil topdi, mana xalq yangi partiyani tashkil qildi deb ko'rsatib turgan. Dunyoga aytib turgan. Lekin ular hammasi qo'g'irchoq partiyalar. Mirziyoyev mana prezident bo'lib o'tirgandan keyin mana nima deyapti? 2019-yil aytdi, muxolifat partiya ichkaridan tashkil topsin dedi. Biz chiqdik. Keyin konstruktiv muxolifat tashkil topsin dedi. Mana 10 yil davomida Mirziyoyev davrida birorta siyosiy partiya tashkil topmadi. Nima, tashkil etmoqchi emasmi? Yo'q. Nimaga bunaqa gapirib chiqdi?
muxolifat mamlakatda ichkarisidan chiqsin dedi. Yo, ular muxolifat niqobidagi partiyalarni tashkil qilmoqchi edi. Konstruktiv partiya deganda ham muxolifat niqobidagi mana bu 5 partiyaga o'xshagan partiya tashkil qilmoqchi edi. Mana navbatdagi partiya, lekin maydonda biz turdik. Bizda bugunga qadar maydondan olib tashlayilmadi. Shuning uchun partiya tuzalmayapti. Mana 10 yil bo'ldiki, birorta siyosiy partiya tuzaldi. Chunki maydonda biz turibmiz. Bizdan o'tib boshqa partiyani tuzsa kim ishonadi? Xalq ham ishonmaydi, dunyo ham ishonmaydi. Nega bu? Bu Alloh qulub rahbarligidagi jamoani 6 yildan beri tajovuz qilib, qiynoq qilib, taqib qilasizlar, bu kim ishonadi unga? Mana biz maydonda turish orqali xalqimizni aldashga yo'l bermayapmiz. Muxolifat niqobidagi partiya tuzishga yo'l bermay kelyapmiz. Mana biz. Agar biz bo'lmasak, ummatni o'zgartiraveradi, dunyoga ko'rsataveradi. Mana yangi partiya, yana mana muxolifatdagi partiya deyveradi. Oxiri Oliy Majlisda o'sha kommunistik partiya nomi o'zgarib, Xalq demokratik partiyasini noilojlikdan aytdi, san muxolifat deb. Qanday kim ishonadi unga? Xalqimiz kuldi-yu. Biz vakuum ichidan chiqdik. Ya'ni vakuum deganda ichida kislorod bo'lmaydi. Hech biror jonzot u vakuum ichida bir daqiqa ham hayot kechira olmaydi. Kislorod yo'q. Mana shu vakuum ichidan chiqib biz 2 marta partiya tuzdik. O'zbekiston bu katta turma. Qani bundagi erkinlik? Qani bundagi siyosiy huquqlar? Qani bundagi siyosiy erkinliklar? Yo'q. 10 yilda birorta siyosiy islohot o'tkazdimi? Siyosiy islohot degan nomni ham, atamani ham ishlata olmadi Mirziyoyev. Biz tasavvur qilsak vakuum ichidan chiqdik. Va katta O'zbekiston turmasining ichidan chiqdik. Va 2 marta ta'sis siyzni o'tkazib, 2 marta partiya tuza oldik. 90-yillarda Moskvadan Shabada Istanbul tomonga Gorbachev qayta qurish oshkorlikda e'lon qildi. Mamlakat u SSR tarkibidagi 15 ta respublikada ko'tarinkilik, milliy ko'tarilish, mustaqillikka intilish nafaqat SSR'da barcha sotsialistik mamlakatlar, lagerdagi mamlakatlarning hammasida milliy uyg'onish, milliy ko'tarilish hosil bo'ldi. Shu jumladan O'zbekistonda. Moskvadan oddiy aytganda o'sha esgan shamol tufayli. Biz hech bir joydan shamol bo'lmagan sharoitda, vakuum ichidan kislorod yo'q joyda, katta O'zbekiston turmasining ichidan chiqdik. Bizda xalqimizni qo'rqoq xalq, qo'y xalq hokazo deydi. Birlasholmaydi deydi. Biz mana shunday zulm, zo'ravonlik qilib turgan sharoitda ham xalqimizning birlashishi maydonlarda isbotlandi. Birlashadigan xalq ekanligi isbotlandi. Qanchalik tajovuz qilmasin, zulm qilmasin, qanchalik imzolarni tortib olmasin, almashtirib qo'ymasin. 22 ming imzolar topshirildi Adliya vazirligi 2 marta. 1 marta ham 10 minglardan ortiq imzolar topshirildi. Bu O'zbekiston xalqi birlashadigan xalq ekanligi maydonlarda isbotlandi. Biz tashabbuskorlar jamoasining siyosiy harakati tufayli mana bizni tanqid qilib kelayotganlar shuncha yillardan beri hamma joydan dunyoning, Yevropaning ko'plab davlatlaridan aytyapman, Shvetsiya, Daniya, Shvetsariya, Germaniya, Fransiya, hamma joydan, AQSh va hokazo. Koreyadan ham, Janubiy Koreyani hamma joydan tanqid qiladi. Biz ochiqmiz, marhamat qilinglar. Lekin asosli tanqid qilsalaring, minnatdor bo'lamiz.
Mana bugun bir marta umumiy qilib fikrlarda aytayapman. So'nggi vaqtda ko'paydi. Nega biz bunaqa chiqish qildik? Sababi bu, so'nggi vaqtda asossiz tanqid qilayotganlar xalqimizning ruhiyatini cho'ktiryapti. Xalqimizni umidini so'ndirishga harakat qilyapti. Xalqimizni bu partiyaga birlashishdan so'ndirishga, hafsalasini bir qilishga qaratilgan tanqidlarni qilyapti. Asossiz tanqidlarni. Xalqimizga yomonlik, dushmanlik qilyapti. Qolaversa, mana shu ba'zilar, yana aytaman, xavfsiz joyda turib bu tuzilgan tashkilotini 20 kunda ham turolmasdan tashlab ketganlar bunday asossiz tanqidlar bilan chiqib xalqimiz oqni qoradan ajratadigan xalq. Xalqimiz do'stni dushmandan ajra oladigan xalq. Bugun ancha tafakkuri kengaydi, siyosiy ongi yuksaldi. 20-yillarda bizdan xalqimizni savut olmadimi, hafsalasini pir qila olmadimi, ruhiyatini cho'ktira olmadimi, kayfiyatini tushira olmadimi? Endi 2026-yilda kelib shunga umid qilishadimi? Xalqimiz birlashadigan xalq. Xalqimiz albatta qonun ustuvor bo'lgan, erkin, adolatli davlatchilikni albatta barpo qiladi. Tarix sahnasidan hozir korrupsiyalashgan bu avtoritar rejim hokimligi albatta ketadi. Bular qilgan qilmishlar javob beradi. Tarixda bular xalqqa zulm, zo'ravonlik qilayotgan la'natlanib tarix sahifalariga bitiladi.